boshdan nimalar o'tmagan deysizlar. 4 farzandim bilan pulsiz qolib ketdim. Jannatim onam meni tashlab ketmadilar. Apokalarimga rahmat. Yetmaganiga tizzam og'ridi. Shunaqa emaklab yuraman, tizzamning og'rigiga chidab bo'lmaydi. Qarz so'rashga yelka shax. Absolutni doktorga borishga pul yo'q. Shunda bitta inson menga retsept aytdilar. Yaqinroq kelinglar, oyog'i og'riydigan, poshnasi, oyog'ini tagi, oyog'ini orqasi, tizzasi og'riydiganlarga 3 ta maza olasizlar. Levomikol, Vishnevskiy, Ixtiyoroviy. Originaldan rossiyskisidan olasizlarda bir xil qilib solib aralashtirib og'riq bor joyga qo'yasizlar. Sassiqga chidaysizlar. Og'riydi. Bir kecha bog'laysizlar, falga bilan yopib, ro'mollar bilan o'rab qo'yasizlar, lo'q qilib og'riydi. Chidaysizlar. 1 oyga 5 marta, 2 oyga 10 marta qilasizlar. Bitta like qo'ysanglar, podpiska qilsanglar, rahmat aytsanglar bo'ldi.